Assalomu alaykum. Siz bilan Xo'riya Anvar, Samarqand akademiyasining asoschisi. Albatta, bugun siz bilan 22-sana haqida gaplashamiz. Agarda siz 22-sanada tug'ilgan bo'lsangiz, diqqat bilan eshiting. Sizda energetik kodingiz nimadan iborat ekan? Albatta, podpiska tugmasini bosing, like ni ham bossangiz ko'p manfaatli bo'ladi. Sizga ham, menga ham va meni yo'qotib qo'ymaysiz. 22 sanasida aynan tug'ilganlarda energetikasi musbat, manfiy bo'ladi. Bular haqida ham keng tushuncha beraman. Kontentimda topsangiz, bu haqida yanada ko'proq olasiz. Hozir esa vaqtim yetganiga qadar albatta bu energetikani, ya'ni sizda tug'ilgan kuningizda sanasini beraman. Qanday? Bu raqam aynan master kodlari hisoblanadi. Bu insonlarda nihoyatda energetika kuchli bo'ladi. Misoli 100 masalan volt bo'lsa и 3 kilovat bo'ladi и lampochkalar yonishi 160 lampochkani yondira oladigan 220 voltli bo'ladi. Endi qarangchi, siz aynan 22-sanada tug'ilgan insonlarda nihoyatda energiya kuchli va bu insonlar qanday energetikaga ega ekan? Bu energetikani Alloh masalan sistemada hayotda yaratgan va u energetika manfiy musbatda berilgan va uni qabul qilyapti-da, o'zini fe'l atvori, so'zi, amallari, iste'dodi, talant orqali yer olamiga buni beryapti shaklan. Energetikani berdi. Endi u qancha berganiga qarab turib, shuncha Alloh berdi unga energetika, uni u tashqariga chiqardi, ishlatdi va shuni evaziga u o'z hayotini, moddiyatini yaxshilar ekan. Bu energetikani master kodlar deb atar ekan. Qarangki, bu insonlar katta maqsadlar, g'oyalar qo'yishi shart. Jamiyatda katta ta'sir o'tkazish salohiyatiga ega. Keyin esa bu insonlarda materiallashtirish qobiliyati bor. O'ylagan narsasini albatta moddiy holatga aylantira oladi. Yana bularda fikrlashi real holatga o'ta olish qobiliyati bor. Yana juda katta energetika berilganligi uchun katta vazifalar ham, mas'uliyatlar ham berilgan ekan. Inson o'zini kashf qilishi kerak ekani, qanday energetika berar ekanda va uni qanday ishlatishi. Bu insonlar buyuk quruvchilar, buyuk tashkilotchilar ekan. Endi qarangki, e'tibor bersangiz, hayotda juda ham ko'p, o'ta ko'p insonlar 22-sanada tug'ilganlar aynan rahbar, yetakchi lavozimida ishlaydi. Bir ko'rib chiqingda, agarda sizni farzandingiz ham 22 bo'lsa